Assalomu alaykum O'zbekiston xalqim. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Mana sizlarga nima demoqchi edim. O'sha kun ko'rsata olmadim kecha. Mana shu bankadagi tayyorlanganni sizlarga chiqarish yo'lini ko'rsataman. Ham mana bu yerga erish yo'lini ham ko'rsataman. Mana shunday gaz ballonchani ko'rayotgan bo'lsanglar, o'tgan safar ko'rsatdim. Buni o'rniga bo'lmasa ham banka bo'lsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Agar bunaqa anaqa qilolmasanglar, banka bo'lsa ham bo'laveradi. Oddiy banka. Keyin mana oddiy varanka. Ko'ryapsizlar, mana salpitka ham bo'laveradi. Iloji bo'lmasa paxta anaqa qilmasanglar, mana salpitka ham. Salpitka ham bo'laveradi. Mana salpitka. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana detskiy salpitka. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Farqi yo'q uni. Mana endi sizlarga video qilib tayyorlayman. Hozir sizlarga varankaga ko'rsatib beraman. Varankani olamiz, mana hozir qo'yamiz. Hozir sizlarga 1 minut sabr qilinglar, varankani salpitkani qo'yishni ko'rsataman. Mana hozir varankaga salpitka qo'ydim. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, endi bankani ham hozir ham tayyor turibdi. Mana. Endi biz nima qilamiz? Hozir 1 minutga sizlarga aytaman. Hozir nima qilishimni ko'rsatib beraveraman. Kuzatib boraverasizlar. Xo'pmi? Tillarni qanaqa bo'lish, qanday nima qilishni sizlarga kuzatib borasizlar. Hozir ko'rasizlar. Mana qarang. Mana salpitkadan tashlayman. Kuzatib boringlar. Mana. Mana kuzatib boryapsizlarmi? Mana qanchalik bo'lgan. Mana ichida ham turibdi oltinlar. Mana yaltirab turibdi. Ko'rdinglarmi? Hozir buni qanday qilamiz? Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ichida turibdi, mana yaltirab turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Buni olamiz, boshqa idishga yana filtrlab olaman. Mana xalqim, oddiy plastmassa, mana qopqoqli, oddiy. Mana qarang, hozir olyapman. Mana ko'rib olinglar, yaxshilab tinglab olinglar. Mana ichida hech narsa yo'q. Mana qo'yapman. Hozir buni suv bilan solamiz. Bu vodoprovod suvi emas bu. Vodoprovodniki emas bu. Gazli emas. Nima deydi? Begazli, filtrli suv bu. Mana shu filtrli suv bu. Filtrli. Mana hozir, mana qarang. Ichida tangachalari ham yo'q, hech narsasi yo'q. Mana o'zi ketdi o'zi. Ko'rdinglarmi? Mana tashlayapman. Mana ular ham ajralib chiqibdi. Tillosi bori, tillosi chiqqan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana. Mana